erta sahar turolmasdan uxlab qolsa qo'rqib ketmasin degan gaplarimga qarshi fikrlar ham boshlanibdi. Bejizga bu gaplarni gapirmagandim, sababi o'zim uxlab qolganimda qo'rqib ketganman. Bu gapim bilan haftani 7 kunda kech tursin deganim yo'q aslida. Erta uyg'onish baraka kaliti ekanligini men ham yaxshi bilaman. Qachondir uxlab qolish ham mumkin-ku. Ha, nimamush, hali kelin kelmasdan qaynonalik haqida gapirish xatomish. Unda gaplarimni qaynona emas, 21 yillik kelinni gaplari deb qabul qiling. Alloh hammamizga har xil fahmu farosat bergan. Shuning uchun bir-birimizdan turlicha fikrlaymiz. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. 20 yil o'zga xonadonda ardoqlanib katta qilingan qiz farzandni uyimga olib kelib olib, o'zimni yo'limga yurg'izmoqchiman. U ham alohida bir shaxs, o'z yo'li, o'z yo'nalishi, o'z qarashlari bo'lsin. Baxtimizga kelinlarimiz fahmu farosatli bo'lib, bizni oilamizni ham o'z oilasidek qabul qilsin. Qani amin qaynanajonlar. Farzandlarimiz bilan qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Samarqandlilar-yu o'xshagan bo'lsa bitta like bosib ketinglar, sizlarni patrilani tayyorlab ko'rsatdim. Balki boshqa viloyatlarda ham tayyorlanar, aytib yurmaysizlar. Men birinchi bo'lib Samarqandda yeb ko'rganman. Tuzli suvga oliy navli turon unni elakdan o'tkazib solib, qattiqroq xamir qoramiz. Xamirni biroz tindirib, 4 ta zuvalaga bo'lamiz. Yoyilishi oson bo'lishi uchun zuvalani yana tindirib olamiz. Har bir zuvalani ko'rsatilgandek qilib katta-katta qilib yoyib, xona haroratida yumshab turgan saryoni ayamasdan surtamiz. Konvert shaklida taxlab, ko'rsatilgandek qilib oralariga yana saryodan surib, aylana rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Yog' surilgan xamirni oson yoyilishi uchun yarim soatga xodinlikka yuboramiz. Surilgan saryo qotganni hisobiga xamirlar osongina yoyiladi. Chakib tushiramiz. 230 gradusda qizigan duxovkada qip-qizil qilib pishirib olamiz. Retsept tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, mehringiz isboti bittagina yurakchani bosib qo'yarsiz. Achchiqqina mazali yaponskiy salat retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib lahm mol go'shtini tuzsiz suvda qaynatib pishirib olishdan boshlaymiz. Bodring, qizil bolgarskiy hamda piyozni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Biroz suvib olgan go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Koreyskiy tuz, kashnuch, maydalangan chesnok, soya qo'yib go'shtimizni aralashtirib olamiz. Bodringli massamizga tuzni sepamiz va soyida bo'lgan go'shtimizni massa ustidan solamiz. Achchiq paprika hamda qisigan o'simlik yog'ini qo'yamiz. Ko'kat solib aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Xamir qilmaysizlar, xamir yoymaysizlar. Unda qanaqa qilib desanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Toster nonni olamiz, ikkitasini birga qo'yib yoyamiz. Zich bo'lib bir-biriga yopishib oladi va ko'rsatilgandek qilib aylana shaklida kesib olamiz. Avval tuxumga, keyin esa talqonga belab olamiz. O'rtacha qizigan yog'da har ikkala tarafini tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz. Har bitta aylanamiz shunaqa bexato ishib, chiroyli bo'lib, o'rtalari g'oviy bo'lib chiqadi. Nachinkasi uchun men asl barakani dudlangan mol go'shtidan foydalandim. To'g'rab olamiz. Tovaga o'simlik yog'i quyib, biroz qovurib, ustidan eriydigan sirni solib dimlab olamiz. Nonchamiz juda ham xurustashli bo'ladi. O'rtasidan kesamiz. Salat bargi hamda go'shtli qaylamizdan to'ldirib solamiz. Ana, nonushta uchun yana bitta ideya tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum simalarim. Eng so'nggi moda trenddagi qarsildoq samsachalar retsepti bilan bo'lishaman. Ogohlantiraman, bu juda ham ishtahojar samsa bo'ladi. Tuzli suvga oddiy xamir qoramiz. Xamirni mushlab 6 zuvalaga bo'lib olamiz. Xamir biroz tingunigacha margarinni xona haroratida eritib olamiz. Zuvalarimizni ko'rsatilgandek qilib yoyib, orasiga margarin surib taxlab chiqamiz. Xohlasanglar juva yordamida yoysanglar ham bo'ladi. Oxirgi xamirni joylagach sal kattaroq qilib ochib, ko'rsatilgandek qilib taxlaymiz. Paketga solib 40 daqiqaga sovitishga yuboramiz. Qiyma, piyoz, tuz, mo'sh zira, nachinkamiz tayyor. Biroz qotgan xamirimizni osongina yoyib olamiz. Ko'rsatilgandek to'rtburchak ko'rinishda kesib, qiymamizni joylab olamiz. To'rtburchak xamirdan qanaqa qilib 3 burchak samsa to'gish mumkinligini videodan ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Hamma narsaning kichkinasi shirindek, asalligini qaranglar. Tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. O'quvchilarimga ham yoqqan samsa retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Hech qachon tayyorlab ko'rmagan taomlarimni tayyorlaganimda xonadonimizga kelin kelsa albatta kelinchagimga shu taomni pishirib beraman degan o'y xayolimdan o'tadi. Bunaqa mazali luli kabobni endi birinchi marta yeb ko'rishim rostdan ham zo'r bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Mol go'shti, piyoz, chesnok, buxanka, shashlik uchun ziravorlar hamda tuzni solib yaxshilab aralashtirib, 2 marotaba go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Qiyma ustiga bitta tuxumni chaqamiz, yetilgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani 70 grammdan qilib bo'lamiz va unni sepib, un yordamida shunaqa shakl berib olamiz. Tovaga yog' qo'yib, har taraflarini aylantirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Sous uchun tomat, tuz, qaymoq,
Suvni quyamiz, aralashtiramiz. Tavaga sariyog' solib, sariyog' biroz erigach, lulya kaboblarini solamiz. Ustidan sousni quyamiz, yarim soatga past qilib dimlab qo'yamiz. Mazali mayin pyure uchun qaynatilgan kartoshka, tuz, qaymoq, anchor sariyog'ini solib yaxshilab ezamiz. Tayyor bo'lgan taomni har bir insonga alohida, xohlasanglar menga o'xshab katta laganga sutsanglar ham bo'ladi. Chetlari pyure, o'rtasi lulya kabob. Taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, shefimiz Jaloliddinni va Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Tayyorlab yeb ko'rdim-u, tayyorlab sotsammikan deb o'ylab qoldim. Biznes uchun ham zo'r ideya ekan. Kafega borib yeganimdan ko'ra anchagina mazaliroq chiqibdi. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar yoki tayyorlab sotinglar. Ishni eng avvalo xamir qorib olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga iliq sut, shakar, dro'ja kerak bo'ladi. Apparat tayyorlab, apparamiz oshgandan keyin xamir qoramiz. Sharikchalar og'izda oson erishi uchun ona sariyog'lardan ilangan unni solib, yumshoqroq xamir qorib, yarim soat davomida oshirib oldim. Oshgan xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, ko'rsatilgandek qilib nasatga yordamida sharikchalarni kesib oldim. Qovurish uchun tovaga o'simlik yog'ini ko'proq soling. Gazni esa pastroq qilib qo'ying. Hech qachon qizigan yog'da qovura ko'rmang. Xrustlashli bo'lishini xohlasanglar, pastroq olovda qovurganinglar yaxshi. Shariklarni yog'dan ko'tarib biroz sovgach, idishlarga joylab oldim. O'shqi rangdagi shokoladni eritib oldim. Ko'rsatilgandek qilib navbati bilan siqib chiqardim. Ishonchli retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Bu ideya menga yoqib qoldi. Agar sizga ham yoqsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Nachinkasi uchun xohlasanglar banan, xohlasanglar qulpinoy, xohlasanglar malinadan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat bolalar, o'zimiz ham maza qilib yeydigan shirinlik bo'lar ekan. Idishga tuxum hamda shakarni solib aralashtirib, sut, o'simlik yog'i, birozgina asalni solib aralashtiramiz va un hamda razriqli solib, suyuqqina massani tayyorlab olamiz. Qattiq qizib ketmagan tovaga qo'yamiz va ko'rsatilgandek qilib pishirib olamiz. Bir tarafi qip-qizil, bir tarafi esa oppoqqina teshik-teshik bo'lib chiqadi. 100% pishib chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. O'rtasiga shokolad pastasi, ustidan esa xohishga ko'ra mevalardan solamiz. Etlarni bukamiz, shunaqa o'zi osongina yopishib oladi. Shirinligimiz tayyor. Shirinligimiz yoniga trenddagi taomlardan birini tayyorlab tortamiz. Bu taom uchun chikbon tovuq go'shti mahsulotlarini olib, o'rtacha qizib turgan yog'imizda 5-6 daqiqa davomida qovurib tayyorlab olamiz. Sous uchun esa mayonez, ketchup, may to'g'ralgan piyoz hamda sho'rbodiringdan foydalandim. Tayyor pita xamirlarni olib, o'rtasiga ayamasdan sousdan surtib, ustidan aysberg, xrustlashli tovuqlarimizni joylab, ketidan pomidor hamda bodringni ayamasdan solamiz. Eng ustki qismiga sousni joylab, ko'rsatilgandek qilib yopib, har ikkala tarafini tovada, yog'siz tovada qovurib olamiz. Bir zumda mazali taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ishni qulpinoyni muzdek suvda chayni soda bilan yuvib tozalashdan boshlaymiz. Yuvilgan qulpinoylarimizni har birini quritib, yaxshilab artamiz va 15 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. 32% молочный shokolad kerak bo'ladi. Qaysi shokoladdan foydalanganimiz storiesda ko'rsatib o'taman. Mikrovolnovka yordamida eritib olamiz. Har 10 sekundda ochasiz va aralashtirib turasiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'ladi. Qulpinoy botirishga qulay idishga solamiz va yaxshilab uramiz. Havolari chiqib ketishi kerak. Suvib olgan qulpinoyni shokoladga belaymiz. Bandi bo'lmasa, zubachiskadan foydalaning. Shokoladga belangan qulpinoyni siltab, chetini sidiramiz va pergament solingan idishga qo'yamiz. Zubachiskani ehtiyotkorlik bilan chiqarib yuboramiz. Endi 20 daqiqaga sovutgichga joylaymiz. Qolgan shokoladimizni meshokka joylaymiz va ko'rsatilgandek qilib ustidan siqib chiqazamiz. Yo'l tushirish texnikasini sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Yana 10 daqiqa sovutgichga yuboramiz. Keks uchun mo'ljallangan qog'ozchalarga qulpinoyni joylab, idishga teramiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Ishlatgan barcha mahsulotlarim konditerskiy do'konlarda bor. Korobkaga joylab, xohishga ko'ra bezatamiz. Men kondurens retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, ana endi bitta yurakchani bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Endi menda qolipim yo'q deb bahona qilib o'tirmaysiz. Folga hamda stakan yordamida mini qolipchalarni yasab olamiz. Trenddagi hammaga birdek yoqayotgan San Sebastian retsepti eng oson usulda. Idishga shakar upasi, un, slivka, sut, Pinar brendining beyaz tvorojniy sirini o'lchab solamiz. Choper yordamida, choper bo'lmasa, venchikda bo'lsa ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Hamma massamiz yaxshilab aralashgach, ustiga tuxum solamiz. Yana yaxshilab aralashtiramiz, massamiz tayyor bo'ldi. Oldindan tayyorlab olgan qolipchalarimizga massamizni qo'yib, pechga pishirish uchun yuboramiz. Pishgan chizkekimizni sovgandan keyingina qolipdan yechamiz, ya'ni qog'ozlarni ko'chiramiz. Agar sizga bu massa ko'plik qilsa, 3 ga 4 ga bo'lib ham tayyorlasanglar bo'ladi. Kichkinagina mazali San Sebastian chizkeklarimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Ketaylik bog'larga, yem bo'lmagan zog'larga, soyalari bor emish, bir g'aribga zor emish. Yur ketaylik tog'larga,
qalbi butun. Bugun bizda oilaviy dam olish kuni. Tabiat qo'yniga dam olishga borganda vaqtingizni taom tayyorlashga sarflamasdan, mazza qilib tabiatdan bahra olgan yaxshi emasmi? Bunday pikniklar uchun eng qulayi mazali taomlari. Eng yoqqani mazasi, juda yengil va rostdan ham mazali. Uni ustiga juda qulay, ochib darrov yesa bo'ladi. Bolalarim uchun burger olishni ham unutmadim. Keng assortiment, Toshkent bo'yicha esa 35 dan ortiq filiallari bor. Tabiatda esa ayniqsa boshqacha ketar ekan. Hech narsa pishirmasdan mazza qilib dam oldik. Gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Aniq bilaman, hali bu retseptni tayyorlab ko'rmagansiz. Bitta like bosib, retseptni saqlab olishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Idishga kefir, sut, tuxum, o'simlik yog'i hamda shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Shakar solgan joyim tushmay qopti. Oliy navli turon uni, razrixli etil hamda ichimlik sodasini solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Men galubiga soldim. Xohlasanglar boshqa yag'dalar yoki banan ham solsanglar bo'ladi. Qattiq qizib ketmagan tovada ko'rsatilgandek qilib pishirishni boshlaymiz. Massani solamiz va ustini yopamiz. Bir tarafi qizargach, qopqoqni ochamiz va aylantiramiz. Ustini yopamiz va pishib tayyor bo'lgach, qopqoqni ko'taramiz. Mazzali qilib yeyishni xohlasanglar ustidan asalni quyib yuboringlar. Bezaklari-ku xohishingizga ko'ra, men galubikadan foydalandim. Orasi pishmay qoladi deb o'ylaganlar uchun orasini ko'rib olinglar. Retsept tayyor, yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.